Bo'stonliq tumanida raqamli avlod qizlari tanlovining respublika bosqichi o'tkazilmoqda. E'tiborli jihati, bu yilgi startaplar shunchaki g'oya emas. Sun'iy intellektdan yashil iqtisodiyotgacha, iqlim o'zgarishidan ijtimoiy innovatsiyalargacha bo'lgan eng dolzarb yechimlar ilgari surilmoqda. Yosh qizlar yaratayotgan ushbu loyihalar nafaqat raqamli texnologiyalarning imkoniyatlarini namoyon etmoqda, balki jamiyat oldida turgan muammolarga innovatsion yondashuv orqali yechim topish mumkinligini ham ko'rsatmoqda. Jarayondan Zulfiya Islomova xabar qiladi. Qizlarning IT va innovatsion sohadagi ishtirokini kengaytirish maqsadida tashkil etilgan raqamli avlod qizlari tanlovining respublika bosqichiga start berildi. 2021-yildan buyon o'tkazilayotgan ushbu tanlovga bu yil 92 mingdan ortiq qiz ariza bilan chiqishgan. Hududiy bosqichlardan o'tgan 84 loyiha esa bugun bu yerda final bosqichida o'z taqdimotlarini o'tkazishmoqda. 1-6 mart kunlari Toshkent viloyatidagi Renessans bolalar oromgohi haqiqiy IT markaziga aylandi. Bu yerda loyihalar taqdimoti, soha ekspertlari ishtirokidagi mahorat darslari va qizg'in baholash jarayonlari bo'lib o'tmoqda. Ma'lumot o'rnida 2021-yildan buyon ushbu loyiha doirasida 100 mingdan ortiq qizlar qamrab olindi va 400 dan ortiq startap tashabbuslari ishlab chiqildi. Bu tanlovga Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashrif buyurdik. Bizning bu loyihamiz Ekopost deb ataladi. Ya'ni hozirgi vaqtda ekologiyamizga ta'sir etadigan har xil polietilendan va poliplastik idishlardan ishlab chiqarilgan ishlarning o'rniga bu Ekopost qutishamiz yechim bo'la oladi. Bizning Ekopost qutichalarimiz qo'y junidan tayyorlangan bo'lib hisoblanadi. 100% tabiiy, tarkibi tabiiy 100% bo'lib hisoblanadi va bu qutichalarimiz asosan o'simlik bilan birgalikda yerga qo'shib ekiladi va o'simlikning yaxshi o'sib ketishiga yordam beradi. Organik o'g'it vazifasini bajarib, ildizlarga har xil hasharotlarning kelishini oldini oladi. Tanlov doirasida ishtirokchilar nafaqat g'oya taqdim etishdi, balki uni biznes modeliga aylantirish, texnik asoslash va jamoada ishlash ko'nikmalarini ham egallamoqda. Bu yerda taqdim etilayotgan loyihalar shunchaki xohish emas, balki ekologiya, ta'lim va ijtimoiy sohadagi real muammolarga berilgan zamonaviy javobdir. Final bosqichida saralashda biz 5 ta yo'nalish bo'yicha saralaymiz. Ya'ni birinchi navbatda loyihani g'oyasi, g'oya hozirgi kunda qanchalik muhimligi, dolzarbligi. Ikkinchisi loyihani ishlab chiqish mexanizmi, ya'ni mexanizmi qanaqa, uni biznes plani, pitchi, ya'ni qay darajada unda taqdimot qilyapti va albatta uning monetizatsiyasi. Mana 5 ta kriteriya bo'yicha saralaganimizda har bitta qizni loyiha davomida bergan qaysidir qizlar g'oya zo'r bo'lishi mumkin, lekin yetarli darajada ishlab chiqarilmagan bo'lishi mumkin. Shu paytda biz hakamlar hay'ati bu loyihani bu tomondan emas, balki boshqa tarafdan qarab chiqishni maslahat beramiz. Raqamli avlod qizlari loyihasi 2021-yildan buyon o'tkazib kelinmoqda. Bu yilgi respublika tanlovimizda rekord darajada ishtirokchilar qamrab olindi. So'nggi 4 yil ichida 7000 ga yaqin ishtirokchilar qamrab olingan bo'lsa loyihamizda, bu yilgi respublika tanlovimizda 92924 nafar ishtirokchi, bu juda katta rekord natija bo'ldi. Ishtirokchilar soni ko'pligi aynan mana shu yurtimizda qizlarga bo'lgan e'tibor, IT sohasida qizlarning qiziqishi ortib borayotganligidan dalolat beradi. Har yil o'tkazilgan ushbu loyihamizda yuzlab yangidan yangi innovatsion g'oyalar, loyihalar taqdimoti bo'lib o'tadi. Bu gal ham aynan respublika tanlovining hozirgi final bosqichida 84 ta loyiha barcha hududlardan saralab chiqildi va hozir aynan final bahsi o'tkazilmoqda loyihani. So'nggi yillarda xotin-qizlarning ilm-fan va texnologiya sohasidagi faolligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Raqamli avlod qizlari bu shunchaki tanlov emas, bu katta orzular va cheksiz imkoniyatlar maydonidir. 84 loyihadan eng mukammal ishlab chiqilgani va eng dolzarb muammolarga yechim bo'ladigani 6-mart kuni tanlab olinadi. Eslatib o'tamiz, g'olib ishtirokchi xorijga 7 kunlik sayohat bilan taqdirlanadi.